Salom ehtiromot tamomi a'zoyi guruh bunyodi xayriya qayg'udosh aziz hurmatli guruhdoshlar va hamvatanlar, alhamdulillah, mana ko'rasizlar, masjidda koshisini ishlab to'xtabmiz. Alloh taolo bu koshini pulini yuborgan kishidan rozi bo'lsinki, inshaalloh mana bizlarga mablag'larni yuborib edi. Alloh taolo ularni umrlariga, ishlariga barakat bersin. Do'stlar, biz kamutotimiz ko'p. Hozirga simitdan va ba'zi masoilga vasoil barq, xususan bo'lgan masraf hozir ham ko'p, soqollarni puli qolgan va tashqariga ishimiz bor. Ko'rasizlar, devorlar mana bu holatga bo'lib yotibdi. Alloh uchun ehson qilingizlar, Alloh uchun sadaqa qilingizlar, inshaalloh xoli ajr emas. Alloh ajrini beradi. Alloh hammalaringizdan rozi bo'lsin. Mana ko'rasizlar, alhamdulillah, bunyodimizning logosi bizlar 2 yil ilgari bo'ldi. Quduqni o'rgan edik. Sabab bo'ldik, alhamdulillah, masjid tuzaldi. Va shu uyni boshqa xayrsevarlarga yuboringizlar, to'yinki shu masjidga saham bo'lsin, shu masjid obod bo'lsin. Farshi mukammal farshi qolgan, farshi qolincha olaman desak biroz qimmat, farshaga sodda olamiz desak ishda arzonroq tushadi. Alloh uchun bir hamkorliklar, xayrsevarlarga, buzurglar, hisoblarga yuboringlar. Bo'lgan ko'p ishlarimiz qolgan, chala bo'lib qolmasin. Inshaalloh shu Ramazongacha ko'mak bo'lsin. Shu inshaalloh mardim Ramazonga namozlarni, inshaalloh xatm Qur'onlarni, tarovlarni shuru qilsin. Inshaalloh xoli ajr emas. Assalomu alaykum.